Şirin
Viduşiyam pul, san'atkoram pul, raqqosayam pul. Mana bu sifatli kameraga olayotgan video studiyadan kelgansizlar, yigitlar. Qaysi video studiya? Ahtam? Ha, Ahtam aka sizning videolaringiz, ha? Krupniy planda chiroyli qilib, syomka qilyapsiz, sifatli qilib, ha? Sifrovoy kameralarmi yo otamdan qolgan kameralarmi? Sifrovoy kameralar, ha? Hali disklarni ko'ramizda, hali qilib bergandan keyin. Hamma narsa pul bo'lib qoldi. Hamma narsa. Meni shirin kelishim ham pul. Meni managa chiqib gapirishim ham pul. O'tirib bir bera choy ichishim ham pul bo'lib qoldi. Suraya opani hurmati bor, endi Qishqirovga to'yga keldik. Qishqirovga to'yga bormayman dedim. Qishqirov chunki o'zimda yurtim, yashab kelyapman. Tanishlar bor, ha, qarindoshlar bor, ha. Tez ko'rsa urushib qoladimi deb, janjal qilamizmi deb to'yda olmasdim Qishqirovga. Suraya opa iltimos qildi, nima bo'lsa ham shu to'yni o'tkazib berasiz, siz faqat shahardan emasiz. Bo'lmasa Qishqirovdan ko'chirtirib boramiz dedi. Ahtam aka, eshityapsizmi? Raqqosalar bilan keyin gaplashasiz. Raqqosalar ertalabgacha siz bilan javob beraveramiz kerak bo'lsa. Fayzli barokatli to'y hammamizga muborak bo'lsin. Davramizda ajoyib insonlar o'tiribdi. Ajoyib mehmonlarimiz o'zlarining samimiy dil istaklarini izhor etish uchun davramizda ishtirok etishyapti. Biz hurmat va ehtirom bilan davramizga Suraya opamning ajoyib sinfdoshlaridan biri Dilfuza opamlar davrada o'tiribdilar. Dilfuza opa, keling. Badiiy sahnamiz sizga muntazir, samimiy dil istaklar bo'lsa, marhamat, bo'lmasa chiroyli raqslar bo'ladi. Keling Dilfuza opa, o'zimiz sizga yordam qilib turamiz. Axir nay sondida, choy intikadida deyaplardan birisiz, o'rtoqlardan birisiz. Bugungi ajoyib to'y nafaqat Suraya opaga muborak bo'lsin, sizga ham muborak bo'lsin. Marhamat, samimiy dil istaklaringiz uchun. Katta rahmat, assalomu alaykum, aziz va muhtaram otaxonlar, onaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar. Avvalambor mana shu Qishqiroq bazmgohining muhtasham binosiga xush kelibsizlar. Mana azizlar, bugun mening eng yaxshi ko'rgan jiyanim, qizim Sabina oyning hamda kuyovimiz O'tkirjonning visol oqshomi nikoh to'ylari ekan. Ijozat bergansiz men o'z nomimdan hamda Surayaxon dugonamning qadrdon sinfdoshlari nomidan Sabinaxonni O'tkirbekni samimiy muborakbod etaman. Sabina qizim, O'tkirbek, nikoh to'ylaringiz, baxtli umringiz muborak bo'lsin. Ilohim, ko'zga ko'ringan eng baxtli oilalar qatoridan joy oling. Dunyodagi jamiki, shodlik, quvonch hamisha sizlarga hamroh va hamroz bo'lsin. Xudoyim taolo sizlarga baxt ato etib, bir etak murojaatlar hadya etsin. Surayaxonga, Shahob akamizga O'tkirjondek sarf qomat, alp qomat kuyov muborak bo'lsin. Qudalarimizga ham Sabina oy qizimdek nazokatli, iffatli kelin muborak bo'lsin deyman. Yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin deyman. Va azmasgina tuhfamizni Surayaxonga sinfdoshlar nomidan topshirsak, marhamat Surayaxon. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat Dilfuza opa, marhamat, chiroyli olqishlar ostida sovg'ani kutib marhamat. Suraya opa, chiroyli qarsaklar siz uchun, sovg'alar siz uchun, sovg'alar muborak bo'lsin. Ajoyib to'y muborak bo'lsin, ajoyib
adashmasak bora. Siz limon yetgan yigit yozirib ketdingiz. Limonni qo'yib turing, menga qarang. Hasan bilan Norqul aka bormi? Uzundan sizlarni bezovta qildik. O'tkirjon Çiğdilerden yatak boşalt, yatak parasını. Yak Rossiyadagi davlatni, mayda kaç şarjı has Kaliningradda. Çorba para. Do'xat anamca onda ishdagi memuna anashpa Kaliningrad onda bu yaktana yak kimchanta. Hamma usulga taklifim ne? Çin yatak boşalt, yatak parası. Ayın son saatler başını. Aman plak aminuka. Shimon Kaliningraddan kelgan mehmonlarga qanaqa qo'shiq bo'lsin? Biyoyar degan jo'nam, shavashmang. Bizlarda farqi yo'q, usulmasa bo'ldi. Tu illa baki bo'mi, men illa baki bo'mi. Tu qo'shata parroni, men ismaya davonam. Bo'ladimi shu? Qichiq-qichig'idan karochi, shuni xohlayapsiz. O'tiring, yashang, hozir shoh-shoh qo'shana siz uchun yangilaydi. Orqaga keling garajdan. Assalomu alaykum Norqul aka. Ajoyib to'y sizga muborak bo'lsin. Marhamat. Xizmat bilan charchamadi. Charchamay, havo shiddat davrada mana bizga so'z berdingiz. Elektrosvet nomidan mana bu ukamiz elektrosvetga yaqinda ishga kirdi. Endi yaqinda uzoqdan elektrosvet tarmoqlari bo'yicha mana bu ukamga sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt, o'zini baxti, hammasi tomonlama baxt tilayman. Men niyatim kelajakda bular yaxshi insonlar bo'lib yetishsin. Iloyim Xudo qanday bir yaxshi niyatlarimizda shularga ato qilsin. Shunday baxtli hayot kechirib, kelinlar yaxshi hayot kechirsinlar. Men o'zim nomimdan va korxonamiz Elektrosvet nomidan bu ikki yoshga baxt, saodat va kelajaklarda katta ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Endi men gapirolmayman, endi men televizorga chiqib imkon emas-ku, men oddiy bir shofir odamman. Chin qalbimdan shunday bir tabrikladim. Mayli, rahmat. Qaysi elektrosvetdan sizlar? Shaharmi, do'stlikmi? Shahar. Nima qilasizlar, gapirmasangiz, o'ylab berishdan. O'ylab berishga biz sizlarni taklif qilamiz o'zimiz. Zilola ham bor ekan, so'zga chiqsin endi, ketib qolmasin. Добро пожаловать на наш торжественный день. Пусть будет горько, только раз за свадебным столом. А сладко будет каждый час, особенно вдвоем. Желаем паре молодой дожить до свадьбы золотой. И несмотря на седину, любить как впервые. Marhamat, mana sovg'alarim keldi. Keling Zilola xon. Marhamat, so'z navbati sizga. Bugunajon sana baxtli, mahalla va shunaqa chiroyli kelin bo'lgani baxtli bo'linglar. Shunday chiroyli gavda bilan ikki og'iz gapirdi. Ikki og'iz gap ketib boradi. Men leksiya o'qisam bormaydi. Gavdani qarang, qanday chiroyli, sovg'ani qarang, qanday chiroyli. Chiroyli qarsaklar bo'ladimi shu gavdali qizimizga? Beton. To'yda sinar bo'yicha olib boramiz biz. Qalab aytish bo'lmaydi. Hozir darada qudadan chiqish kerak, so'rayapti. Ota-onalar chiqish kerak. Majburiy. Chiqmasangiz ertaga shu chiroyli yo'lda o'tasizmi, so'rayapti, mana kelishamasiz. Bu yerga keling. So'raysiz-a, O'tkirjonni. Bular kelin po'shani onalari bo'ladi, Surayota. Qiz berganlar endi baribir uyalib turadi, tortinib turadi, lekin to'y buguncha o'zi biladi, o'zidan o'tganini Surayota. Nima bo'lyapti, nima qo'yapti o'zi biladi. Mana yonidagilar ham bilyapti, nima bo'lyapti Surayotda, Surayota. To'y hammamizga muborak bo'lsin Surayota. Ajoyib qiz. Katta qilyapsiz. Oq yub, oq taratib, katta qilib boyaga yetkazib, bugungi kunda ajoyib xonadonga uzatyapsiz. Shahobatlarga ajoyib to'y muborak bo'lsin, kuyov muborak bo'lsin deymiz. Ota-onalarimiz sarishtayu farishtamiz, Makka-yu Madinamiz, jannat makonimiz. Ota-onalarimizga hamisha biz ta'zimdamiz. O'tkirjonda onalari ajoyib inson. Bu xonadonda, ikkala xonadonda nafaqat viloyat,
tanıydı. Sıra yapamdı, mana şu qudalarimizdan. Ajoyib to'y muborak bo'lsin onajon. Onajon, sizni qancha ta'riflasam bitarmikan armonim? Sizki jonim, onajonim, sizki jahonim mening. Siz men uchun necha tunlar tong o'tirib o'tdingiz. Oromini bilmay zinhor orom hadya etdingiz. Qo'ldan toyib tebratdingiz. Dard ko'rmasin bolam deb ko'z nur ila yoritdingiz. Oydin bo'lsin yo'lida. Men yiqilsam turg'izdingiz. Qoqib usti boshimni yiqilma deb o'rgatdingiz. Onam silab boshimni. Gul shoxini shamol eksa, ta'zim aylar nogahon, yurtga zarra nafam teksa. Bu sizniki onajon. Buni men aytmayapman. Buni O'tkirjon aytyaptilar. Bularni ajoyib qizlar aytyaptilar. Kimdir seni ona derdi? Kimdir deydi bibijon?